Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi yana bir mebelimiz usunibga jonon tugatdik. Bu mebelda Vodil tumaniga qarashli Yangivod degan mahallaga usunibga qildik. Xo'sh. Joyimiz 330 holatda banada 220 holatda kafelari mebel ichida 1 pogona metri 2 million 100 ming so'mdan, o'sha holatda 5 million 700 ming so'mga bo'ldi. Hisobda 270 holatda hisoblanilgan gazga halidan 230 santimetrdan chiqarilgan holatda bo'lgan. Akril material xalapalarni olmadik chunki bu yerda ustalar ishlayapti ekan. Chang bo'ladigan o'zimiz chiqarib olamiz dedi. Mana shu holatda qoladigan bo'ldi. O'sha mo'lkamiz, sushilkalarimiz bor, mebel ichida. Qo'shuvga qo'ygan patronimiz bor. Paradona bitta katta qilganimizda tagiga ikkitali eshikli polkasi ham bor. Agar bu yerga hozir 3 tali eshik qilib bitta 3 ta qaradon va bitta eshik qilib qo'ysak bo'lardi. Unda tovoq soladigan, katta narsa soladigan joylar yo'q bo'lib qolardi. Shuni hisobiga aytdan kichikroq bo'lsa polga qo'yib qo'yganmiz. Gazimiz butun holatda turgan vitishkani olmabdi. Xo'sh, bu yoqda duxovkaga joy qilingan. Vakuumli holatda kabellar mebel ichida. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, ko'proq telefonni ololmay qolyapmiz. Ishda yoki rolda yuraman ko'proq. Shunga Telegramga javob yozib qo'ysanglar, telefoningizda ololmasangiz, albatta vaqt o'ganda kelib javob berib qo'yamiz.